Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan men O'tkir Po'latov, sizlar Uchevin Center App kanalini kuzatyapsizlar. Bugungi videomiz qaysi sohaga o'qish kerak, qaysi yo'nalishga topshirish kerak, qaysi sohalar menga to'g'ri keladi, qaysi sohalarning kelajagi bor. Mana shu hamma mavzularni bitta qilib, bitta videoda aytib o'tishga harakat qilaman. Yaxshi joylashib oling, bitta like'ingizni bosing, biz videoni boshladik. Poyexali. Aziz yurtdoshlar, muhim bir yangilikni aytishim shart. Biz Moskvadagi ofisimizda Rossiyada ilm olib, o'zining proyektlarini ochib, kelajakda kasb egasi bo'lib yetishmoqchi bo'lgan yoshlarga yig'ilish o'tkazayapmiz. Agar siz ham Rossiyada ta'lim olib, kelajakda o'zingizning bizneslaringizni ochib yuritish niyatingiz bo'lsa yoki sizning farzandingiz shunday inson bo'lib yetishishni xohlasangiz, iltimos bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. 30 kishiga bepul o'zim maslahat, savollarga javob universitet tanlashda yordam beraman. Hozir zamon o'zgaryapti, zamonni o'zgarganini o'zingiz kuzatib turibsiz. Kelajakda faqat ilmi bor, kasbi bor, kompyuteri, internetda tili bilgan insonlar uni o'sadi. Agar siz shular qatorida bo'lsangiz, keling, qo'shiling, yoziling, biz bilan birga bo'ling. Aziz yurtdoshlar, 2018-yildan beri, 7 yildan beri xizmat ko'rsatib kelib, biz fakultet yo'nalish tanlash borasida juda ham ko'p muammolarga duch kelamiz. Sababi ota-onalar bitta yo'nalish xohlaydi, farzand boshqa yo'nalish xohlaydi. Onasi doktor bo'lsa, bolasi IT xohlaydi. Otasi milisa bo'lasan desa, bolasi treyderlik xohlaydi. Mana shu bizning o'zbekchiligimiz bolalarni kelajakda kasb tanlab shu sohani egasi bo'lib, yaxshi o'qib ketishiga ham xalaqit beryapti. Rostini aytaman. Endi bu muammoni biz yechimini topdik. Bunaqangi texnologiya faqat bizda App Centerda bor xolos. Biz o'zimizni qalb kasbini topish degan testini yaratdik. Bu test imенно sizni bolangiz 25 kun vaqt o'tirib 80 ta 70 ta savolga javob beradi. O'sha javoblardan kelib chiqqan holda biz bolangizga 7 xil yo'nalish, 7 xil kasb imенно taklif qila olamiz. Ushbu videoni oxirigacha ko'rganlar, ushbu videoni qiziqqanlar, ushbu videoga ishonganlar, mana shu videoni tagida silka bor. Shu videoga tagidagi silkaga o'tib, zaявkangizni qoldiring. Bizning Telegram kanalimizda har hafta mana shu testni bepul onlayn tarzda bitta o'quvchi bilan o'tamiz. Shuning uchun siz ota-onangiz bilan konfliktga qilmasdan yoki bolangiz bilan konfliktga bormasdan, har xil mavzularda spor qilmasdan, bugun doktor, ertaga aytishnik, indinga trader, uni ertasiga yurist bo'lib hamma sohadan sohaga yurmasdan, keling shu testni topshiring va testni javobiga qarab qaysi sohaga moyilligingiz, qaysi taraflaringiz kuchli, qaysi taraflaringiz sizni aytaylik barqaror ekanligini bilib oling. Bu testni yaratishimizga bizga 2 yildan oshiq vaqt ketdi. Bu test o'zbek tilida va tojik tilida bo'ladi. Siz bir martaga tatib ko'ring shu testni, keyin tatib ko'rganingizdan keyin gaplashamiz. Sizlar bilan men O'tkir Po'latov, Uchevin Center App. Keyingi videolarda ko'rishguncha, вообще test topshirganda ko'rishguncha, xayr. Yo, bu App Center. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring.